Ha, to'g'ri, zilyonka oddiy suvda yoki sovunli suvda ham darhol ketmaydi. Tasavvur qiling, menga kuchli toksinlar ataka qildi. Qarang, endi men nima qilaman? Molekulyar vodorodli kuchli antioksidantni doimo ichib yuradigan suvim bilan eritib olaman. Mana bu yerda barcha toksinlar neytrallanib, oddiy suvga aylanib boryapti. Hujayra ichida bu jarayon sodir bo'lganda, hujayralarimiz ichib toza suvga to'yinadi va sog'lomlashadi. Natijada erta qarishni oldini olinadi. Mineral kompozitsiyadagi strukturali, ishqoriy, molekulyar vodorodli suvni doimo ichib yurganimizda bizga keladigan har kundagi toksinlar organizmimizga kirmay, mana shunaqa neytrallanib ketadi. Agar siz ham shunday suvni o'zingizda sinab ko'rishni va u haqida batafsil ma'lumotlar